안녕하세요, 여러분. yaxshimisizlar? Sizlar bilan bugun elektr tizimining eng oson usulida o'rganamiz. Oldin mavzuni o'qib olamiz. Jejudo 맛집 제주 식당 후기. Jeju orolida mazali restoran. Jeju restorani sharhi. 후기 degan sharh. 이번 제주도 여행에서 마음에 드는 맛집을 찾았습니다. Bu safar Jeju oroliga sayohat qilib, o'zimga yoqadigan mazali restoranni topdim. Restoran haqida ketyapti. 특별한 양념을 사용해서 그런지 아주 맛있었습니다. Maxsus o'ziga xos sousdan foydalangani uchun juda mazali edi. 색깔이 밝아서 매울 줄 알았는데 생각보다 nimadur. Rangi qizil bo'lgani uchun achchiq deb o'ylagandim. O'ylaganimga qaraganda nimadur deyapti. 그런데 이 집은 준비한 걸 다 팔면 문을 닫으니까 늦게 가면 nimadur. Lekin bu oshxona tayyorlagan hamma narsasini sotsa, eshigini yopgani tufayli kech borsangiz nimadur. 식사를 하시려면 제 시간이 가시기 바랍니다. Ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, o'z vaqtida borishingizni so'rayman. Keyin endi topamiz. Yo'q bilan menga nima yozilgan ekan? Achchiq deb o'ylagan ekan, lekin o'ylaganiga qaraganda nima ekan? Bu 생각보다 keldimi? Shuni teskarisi bo'ladi. 매울 줄 알았는데 맵지 않았습니다. yozamiz. 맵지 않았습니다. 네. 않았습니다. keyin 그런데 이 집은 lekin bu restoran tayyorlagan hamma narsasini sotsa, yoparkan-da, yopib ketarkan. Yopib ketsa, kech borsangiz nima bo'ladi? Ovqatlanolmaysiz. Buni nima deb yozamiz? 식사를 할 수 없습니다. Bunaqa 51sigiga ko'pi bilan 5 minut vaqt sarflash kerak. 5 minut. Chunki 54gacha vaqt yetmay qolishi mumkin. Sizlar bilan bunaqa hali oldimizda ko'p 51larni ishlaymiz. Bunda hali 3 minutda yozadigan bo'lib qolasizlar. So'zlar bilan grammatikalarniyam yozib qo'yaman. Bilmaydiganlar bo'lsa o'rganib olishardi.